Kelinglar, ayni damda bitiruvchi kurs talabalaridan yakuniy davlat attestatsiyalari haqidagi fikrlarni bilib olsak. Qanday bo'ldi imtihon? Juda yaxshi. Men kutganday natijaga erishdim. Necha ball oldingiz? 95 ball. 95 ball. Savollar qiyinlik darajasi qanday? Savollar qiyinlik darajasi har xil, o'rtachasi ham, qiyinlik darajasi yuqori bo'lganlari ham bor. Shaffoflik, adolatlik bilan imtihon olinyapti. Korrupsiya, boshqa narsalar yo'q. Qiyinlik darajasi o'qigan odamga oson, o'qimagan odamga qiyin. Bizda har doim adolat, shaffoflik bo'yicha umuman savol, e'tirozlar bo'lmagan, har doim yaxshi o'tkaziladi. Bu safar ham shu istisno bo'lmadi, yaxshi bo'lganmiz. Kayfiyatlar a'lo, o'zim o'ylagandan ham yaxshi natijalar erishib chiqdim. Savollar qanaqa? Qiyinlik darajasi? Qiyinchilik darajasi o'rtacha. Men Nozimova Gulhayo, 0221 biologiya yo'nalish talabasiman. Hozir go'sht imtihonidan chiqdik. 80 teshda mistadan. To'g'ri ekan. Biz o'sha o'tgan darslardan tushdi, yechib chiqdik, korrupsiya bo'lmadi. Imtihonlar qanday bo'ldi? Shaffof, to'liq nazoratchilar qo'lida hamma narsa va adolatli. Savollar qiyinlik darajasi-chi? Qiynalmadingizmi? Testologiya talablariga javob bergani uchun xursand bo'ldim.